Bugungi kunda yurtimizda Rossiyaga bormang targ'iboti ancha ommalashdi. Jahon bankining hisobotida aytilishicha, migrantlarning pul o'tkazmalarisiz O'zbekistonda kambag'allik 17% gacha ko'tarilishi mumkin. Bu mehnat migratsiyasi to'g'risidagi xalqaro qonunchilikda ham O'zbekiston qonunchiligini ham tubdan isloh qilish kerak, qayta ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Rossiyaga bo'lmasa, unda qayerga boramiz deyishyapti ular. Janubiy Koreya esa vatandoshlarimizning nolegal statusga chiqib ketayotgani uchun viza berishni to'xtatish ostonasida. 28% ishtirokchi esa shundoq pora berib bo'lsa ham Yevropa davlatlariga ishga ketishga tayyor. Odamlarimiz Chexiya va Slovakiya kabi davlatlarga ishga ketish uchun firibgarlarga 7-10 ming dollar berishga rozi bo'lishyapti. Shunchaki u yerga bormang deyish bilan ish bitmaydi. Odamlarga munosib va xavfsiz muqobil yo'l ko'rsatish va sharoit yaratib berish kerak xolos. Maxsus o'quv kurslari ochaylik, ish beruvchilar bilan shartnoma tuzadigan konsullik tashkil qilaylik. Davlatdan bu borada tizimli va qat'iy yordam kerak yurtdoshlarimizga.